Hammasiga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Samsung Galaxy A35 5G smartfonini eng chiroyli rangi, ya'ni Ice Blue rangini obzor qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin OpenShop kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Shunda smartfonlarning o'zbek tilidagi zo'r obzorlarini o'tkazib yubormaysizlar. Sizlar bilan smartfonimizni korobka komplektini ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Korobkasidan shunaqa o'zini dokumentlari, ninachasi va original kabeli chiqadi. Endi esa eng qiziqarli joyi smartfonning o'zini dizaynini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Samsung Galaxy A35 5G zamonaviy va chiroyli dizaynga ega. U ingichka va qulay tutish uchun mo'ljallangan. Telefonning korpusi yuqori sifatli plastikdan tayyorlangan va bo'yoqlari juda jozibali. U nafaqat ko'rkam, balki juda ham qulay. Telefonning orqa tomonida 50 megapikselli asosiy kamera, 8 megapikselli keng burchakli va 5 megapikselli makro kameralari joylashgan. Agar siz yaxshi fotosuratlar olishni xohlasangiz, Galaxy A35 5G bu borada ham yaxshi imkoniyatlarni taqdim etadi. Smartfon 6.6 dyumli super AMOLED ekran bilan jihozlangan. Uning ranglari juda jonli, kontrasti esa juda yuqori. Ekran yangiliklardan video tomosha qilish yoki o'yin o'ynash uchun ideal. Samsung Galaxy A35 5G o'rtacha narxdagi telefon bo'lib, ajoyib xususiyatlari va kuchli dizayni bilan ajralib turadi. Bu smartfon 5G tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydi, shuning uchun ham tezkor internetga ulanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'yinlarni ham mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Batareyasi 5000 mAh. Bu telefonni kun davomida ishlatish uchun yetarli va tez zaryad olish imkoniyatiga ega. Ushbu smartfon o'z sinfida yaxshi narxga ega va ajoyib xususiyatlarni taqdim etadi. Obzor sizlarga yoqgan bo'lsa, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Smartfonlarni eng zo'r narxda 10 yil kafolati bilan naqdga yoki muddatli to'lovga openshop.uz saytimizdan xarid qilsanglar bo'ladi.